عرف الإذلال وقام ينسج بالعز فقارا كطريد سئم. Alloh taolo qasam ichib aytayapti. Inson ziyon zahmatdadir. Dunyoga kirdi, yutkizdi. Mana shu ziyondan qutuladigan odamning to'rtta sifat. Faqat dedi Alloh taolo. Quyidagi to'rtta sifat kimda bo'lsa, shu ziyondan omonda. Diqqat qilaylik. Biz ham shu dunyoga kirdik. Binobarin shu ziyonga biz ham kirdik. Endi shu ziyondan qutulishni Alloh taolo yo'lini ko'rsatyapti. Faqat to'rtta sifati bor odamlar bu ziyondan omonda. Birinchisi illallazina amanu. Faqat iymon keltirgan bo'lsa, bo'ldimi? Yo'q, yana bitta sifat bor. Va amilus solihat. Solih amal qilgan bo'lsa, bo'ldimi? Yana bitta sifat bor. Va tavasaw bil haqq. Bir-birini haqqa chaqirsa, bo'ldimi? Yo'q, to'rtinchisi bor. Va tavasaw bis sabr. Va sabr qilsa mana shuni yo'lida.